Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, Muhammadur Rasulullah. Alihon To'ra Sohuniy, Tarixi Muhammadiy. Payg'ambarimizning nasablari va tug'ilishlari. Bilmak kerak kim ummatman degan har bir odam payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni o'z ota-onasini taniganidek bilishi lozimdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari arab naslidan, Quraysh qabilasi Bani Hoshim urug'idan bo'lib, nomi shariflari Muhammaddir sallallohu alayhi va sallam. Tug'ilgan joylari Arabistonda Makka shahridir. Otalari Abdulloh, Abdullohning otasi Abdulmuttalib, uning otasi Hoshim, uning otasi Abdumanofdir. Ushbu 4 otalarni bilishlik har bir musulmonga lozimdir. 11-otalari Quraysh, 21-otalari Adnondir. Payg'ambarimizning yuqorgi otalari Ibrohim Xalilullohdir. Onalarining otlari Ominadir. Payg'ambarimiz ota-onadan yolg'iz tug'ilgan to'ng'ich o'g'ildir. Chunki payg'ambarimiz ona qornida 2 oylik bo'lgan chog'larda otalari Abdulloh Shom safariga ketayotib, Madina shahrida vafot topdilar. Yoshlari 30 ga yetmagan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hazrati Iso alayhissalomdan 571 yil keyin tug'ildilar. U zamonda Eron mamlakatida mashhur no'shravon Odil podshoh edi. Odil podshoh zamonida tug'ildim degan so'zlari marviydir. Rabiul Avval oyining 12-kuni dushanba kechasi sahar vaqtida dunyoga keldilar. Ona qornida yotishlari, onadan tug'ilishlari boshqa bolalardek bo'lmadi. Chunki onalari Omina og'ir bo'y xotinlardek qursoq og'irligini sezmadi. Yuklik xotinlarga bo'ladirgan badan og'irchiliklarning hech birini bilmadi. Ona qornida 6 oylik bo'lganlarda Xudoning do'sti oxir zamon payg'ambariga yuklik bo'lding deb Ominaga tushlarida bashorat bo'ldi. Bu muborak o'g'il tug'ilgan so'ngida oti Muhammad bo'lsin deyildi. Tug'ilish oy kunlari tamom bo'lganda Allohning qudrati bilan Hazrati Maryam Fir'avnning xotini Hazrati Osiyo va boshqa bir necha hur qizlar bilan doyalikka hozir bo'ldilar. Bola tuqqan xotinlardek odatdagi to'lg'oq tortish, qursoq og'rig'i, qon kelishiga o'xshash narsalardan hech biri bo'lmadi. Payg'ambarimiz tug'ilganlarida poklik, tozalik bilan vujudga keldilar. Shundoqki, sunnat qilingan edilar. Kindiklari kesilgan, badanlari yog'langan, xush islik narsalar surtilgan holda tug'ildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelgan kechasida ul zotning sharaf va hurmatlari uchun Xudoy taolo ko'p mo'jizalar ko'rsatdi. Ul zamonda olam hammasi kofiriston edi. O'tgan payg'ambarlarning ko'rsatgan haq dinlaridan odamlar adashgan edilar. Arab mushriklari tarafidan Baytullohga 360 dona but osilgan edi. Arablarning har bir urug'i o'zlariga atab Baytullohga bir donadan but osib qo'yishni odat qilgan edilar. Mana shu butlar payg'ambarimiz tug'ilgan kechada hammalar yuztuban yiqilib yerga tushdi. Ertalab kelgan kofirlar bu holni ko'rib hayron qoldilar. Va ham ona qornidan yerga tushgan chog'larda bir nur paydo bo'ldi. Uning yorug'ligidan Shom viloyatidagi Busro degan shaharning saroylari ko'rindi. Makka shahri bilan buning oralig'i 50 kunlik yo'l edi. Hozirgi Eron xalqi u zamonlarda hammalari otashparast kofir edilar. Tutgan dinlari esa majusiylar dini, o'tparastlik edi. Bularning otashkada, ya'ni ibodatxonalardagi 1000 yillab uzun zamonlardan beri o'chmay yonib turgan hisobsiz o'tlari payg'ambarimiz ona qornidan tushgan chog'larda o'chib qoldi. Yana ul mamlakatda Sova degan bir ko'l bor edi.
Shul kechada yerga singib ketib, Samova degan cho'ldan qaynab chiqdi. Ul cho'l suvga mo'l bo'ldi, ko'lga aylandi. Mana shunga o'xshash u kechada bir necha turli mo'jizalar paydo bo'ldi. Kim agar ularning hammasi bu o'rinda yozilsa, bir kitob bo'lar. Endi bu joyda aytganlarimiz daryodan bir cho'mich, xirmondan bir hovuch misoli bo'lsa ham qolganlarga ishorat, mo'minlarga bashoratdir. Payg'ambarimiz tug'ilganlarini anglagach, bobolari Abdulmuttalib hammadan ortiqroq suyundi. Yoshligida o'lib ketgan bolasi Abdullohdan yodgor qolgan yolg'iz o'g'lim Muhammad deb ko'p suyar edi. Ijodkorlar. Matnni Najot Nur o'qidi. Badiiy bezak ustasi Nodirbek Umarov. Montaj ustasi Iroda Mamarajapova. Badiiy maslahatchi O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi xodimi islomshunos Abdulhamid Zayriyev. Prodyuser Ikrom Ulug'boyev. Muhammadur Rasululloh.